Davom etamiz. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining Asaka zavodida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Aksil korrupsiya oyligi doirasida o'tkazilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Tadbirda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Yanushkovich kompaniyada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha olib borilayotgan ishlar va jamiyatning bu boradagi pozitsiyasi haqida ma'lumot berdi. Assalomu alaykum. I would like to talk about Korrupsiyaga qarshi kurashish juda ham muhim va ushbu yo'lda biz UzAuto Motors korxonasi compliance tizimini joriy qilyapmiz. Bular turizm ortiq jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ularning asosiy faoliyati bu xarid jarayonlaridan boshlanadi. Ishlab chiqarish va sotuv jarayonlariga aloqadordir. Ular doimiy ravishda monitoring qilib boriladi. Biz faoliyatimiz davomida qonun qoidalariga rioya qilishga, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga e'tibor beryapmiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish bozor iqtisodiyotida juda muhim jihatdir. Faoliyatimiz davomida biror bir uskuna xarid qilsak yoki jihozlar qabul qilsak, bularni doim platformalarda tender orqali amalga oshiramiz va buni shaffof bo'lishiga e'tibor beramiz. it means that the market economy needs Uchrashuvda Adliya, Ichki ishlar hamda Andijon mashinasozlik instituti talabalari, kasb-hunar texnikumlari o'quvchilari ishtirok etdi. Korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda talabalar bilan birga ishtirok etmoqdamiz. Bu tadbirda talabalarimiz tomonidan korxonada ishlayotgan paytida qanday korrupsiyaviy oqibatlar bo'lishi mumkin, uni salbiy oqibatlari haqida juda yaxshi tushuntirishlar berildi, juda katta taassurotlarga ega bo'ldik. Tadbir davomida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, deklaratsiyalar, xabarnoma va reyestrlarni yuritish jarayoni to'liq raqamlashtirilgani, xodimlar compliance siyosatlari, uslubiyot va yo'riqnomalar bo'yicha muntazam o'qitilayotgani ham alohida ta'kidlandi. Kelgusi yilda sun'iy intellekt tizimini joriy etish rejalashtirilayotgani, bu esa kontragentlarni aniqlash, korrupsion xavflarni kamaytirish va jarayonlarni to'liq raqamlashtirishga xizmat qilishi to'g'risida ma'lumot berildi.